Menmi aç kalgan. Benim akamın türmede aç kalgan. Şuna açlıktan ölüp atkanlarını resmi düşünemeyiz, istikalamayız. Şu an ben hazır. Vicdanım bilen olsun cevap vereyim davatımız. Kaslam. Hizmet Hanım. Qandaq insan endi bir og'riqni tetig'uchi bo'lish suhbatim bilan bundaq nachar turmushlarni ko'rib shu muhitdan keldim. Menmi shularninki hozirgi og'ir g'azabini his qila olmayman. Sizlarning bek bag'ringlarda tushib turibdi rostini desam. Lekin men yangidan chiqqan endi vatandan ahiri chiqqanligim uchun men ularning hozirgi hissiyotini tushunib turibdiman. Lekin chet eldagi Uyg'urlardan bekchiq umidi botdi. Sizlarning bu bunda yetib olmasliklarini umid qilaman. Va aşk qilayotgan qanday xotirjam uyinglar tamoq yeyapsizlar ki men yilinglardan qamoq qanday o'tyapti ki aş narisida bolalarimiz o'lib atgan chaqda men shuning ayron. Hech bo'lmasa bir shu noroziliginglarni bo'lsin dunyoga bildirsanglar deyman. Aşk qilib ya bir nima qilinglar ya ular uchun o'lib beringlar degan gap emas endi. Qo'linglardan kelishcha hammamizning qo'lidan har qanday ish keladi. Hech kim tek qurol olib chegirga berib yo bo'lmasa vatanga kirgani yo'q. Hammamizning qo'ldan keldigani shu media urushi va yoki shundaq sosyal medialarda o'zimizniki bo'layotgan zulmni butun dunyoga anglatish. Undan ortiq hozir hech qanday bir jang yo'qki. Mushlimi qilmayapsizlar. Elfidar Hanım. İctimai taratqulardan emas, müşahidin ötken keçken bütün turistlar, Amerikalıqlar, jurnalistlar ötkenlerle bu biz Uyghur ırqi qırğınçılığını ve hazırki aç kuyuş arqılıq devam qilayotgan qırğınçılığını anlatıp kevatimiz, her bir soruğanı düşendirip kevatimiz, onun faydası oldu dep oylaymiz. Şuna her taraftan, her xil yollar bilen biz teşviqatını ve namayişlerimizni devam qilsak, görüşümüzü devam qilsak dep oylaymiz. Elpidardan diyen qiyma en içimizdeki düven doktor diyen kokap ketdi tekşirip sen bu kanda bunda kızı şunundu mu yani muşkul çıtap turmadı muşlar Kan bisinin bektöven fakat muşlar bizim gerek mi? Sizlerin vatanlar emas mı? Lakin Amerikanın doktorları biz sözleşkende kaldım valla. Haksız ve müşekket təsirini pulanmayımız oldu dedi. Biz özümüz gap tekşürümüz dedi. Men bu 47 saat o'tdi uxlamag'ili. O'lib qolmaydi ish qilib bu yerdan ya o'likimiz chiqa, ya aning ichidan bir Uyg'urga oid bir javob chiqa. Biz maqsadimiz shu hozir. Dilyar. Mening boshqa deydigan jiq gapim yo'q, rasgap qilsam qarindoshlar. Lekin xuddi mush dadam kampda 2 yil yetayotganga o'xshash. Ota-onalarimiz, bolalarimiz, yo'qmi xotin bolchaqlarimiz kampda yetyapsa, biz uyda yig'adigan ras vaqt hozir qat'iy unda vaqt emas. Bir kun o'tirib, o'zimizning IT ishlarini yo bo'lmasa unda sayohatlarni qilib yursak, ras hozir ko'tarmaydi, vicdan ko'tarmaydigan vaqtlar ekan. Shuningga chidamaymi chikatdiq mana mush ko'chalarga. Kechida mushu chashqalar yursimi, mushu homelesslar bilan birga yetib yurdik mush ko'chalarda. Rasga qilsam. Ish qilib bir nima qildi. Bir nima qilmasak bo'lmaydigan holat keldi. Muşunda özümüzden bir şey kelmegicha bilmaydiganmiz, o'zimiz oshqanmigacha, o'zimiz muşunda teşekkürler qilmagicha Allohning qadrini tushunmaymiz ki shunga. Bence tirishlayapmiz. Benim ailemde 3 balam kaldı. Ettiğinde mektepke evettik. Keşke ularını kuzguntuklarına işlapa. Ben şularını oynamayın bir şey çıktım. Bu mu bir bana bulamaydı o? Şuna kırımdaşlar, ahir